Assalomu alaykum. Bu videoda qanday qilib kripto va NFT da 2-3 oyda 0 dan $10,000 daromadga chiqishni to'liq sxemasini ko'rib chiqamiz va o'rganamiz. Hatto sizda boshlang'ich mablag', tajriba, komanda, kerakli bilimlar bo'lmasa ham va siz umuman 0 bo'lsangiz ham. Mening ismim Jahongir. 2021-yilda NFT va kriptoda men o'zimning birinchi $40,000 shu sxema orqali ishlaganman. 2022-yilda Mercedes, keyin esa BMW M3 olganman. Lekin shunday bo'lsa ham 2018-yilda qarzga botib Yevropaga student bo'lib kelganman. Katta orzular bilan albatta. Nega qarz bo'lib? Ota-onam boy emas, Yevropaga kelish xarajatlari esa katta edi. Kelib studentlar yotoqxonasida yashab 500 yevroga ishlar edim. Agar men hozir o'sha holatimga qaytib qolganimda hayotimda hech nimani o'zgartirmasdim va o'shanda qaysi yo'ldan yurgan bo'lsam, shuni qaytarardim. Men xuddi shu sxemani ishlatardim, chunki u ishlaydi. Xuddi shu sxemani ishlatib, o'quvchilar hali kursni tugatmasdan mana shunday daromadlar qilishyapti va qilishdi. Nurullo allaqachon $18,000 dan oshiq daromad qildi. Trump coin birinchi chiqqan payti NFT kursdagilarga men bergan edim va Nurullo $1 atrofida uni sotib olgandi $100 ga va u $7,900 Trumpdan foyda qildi va plus NFT dan ozroq foyda qilib o'ziga Gentra avtomobilini oldi. Va Nurullo bilan bir qiziq voqea bo'lgan. Mashinani sotib olgandan keyin o'zining o'qishiga borsa, uni eski qizi SMS yozgan. Uning aytishicha, u yangi mashina olganini ko'rib va u menga bu NFT kursini sotib olgandan beri eng yaxshi his-tuyg'u bo'lganini aytdi. Nimadirga erishgandan keyin qiz bunga yozgan. Do'stlar, men hech kimga bu narsani o'ziga maqsad qilib olishini tavsiya qilmayman, kimdir uchun yoki nimadir uchun. Agar sizda bunday maqsad bo'lsa ham bu yomon emas, lekin o'zingizni har kuni 1% yoki 2% ga rivojlantirib, prosta ko'proq daromad qilish uchun ota-onangizga yoki o'zingizning kelajagingizga daromad qilishni maqsad qilsangiz, bu sal boshqacharoq maqsad hisoblanadi. Lekin nima maqsad qilishni avvalambor o'zingiz bilasiz. Keyingisi Jaloliddin NFT kurs o'quvchisi. U ham kursni olgandan keyin $4,300 dan oshiq daromad qildi va hozir ham qilyapti, chunki kurs hali tugagani yo'q va biz hali ham signallar beryapmiz. Akbar $5,600 daromad qilgan va u ham hozir ham qilyapti va bu o'quvchimiz $1,500 daromad qilgan va hozir ham qilyapti. Do'stlar, bunday misollar juda ko'p. Oldingi kursga kirgan deyarli hamma odam yaxshigina hozir daromadda, bir xillari 10,000, bir xillari 3,900, bir xillari $6,000 va ko'proq natijalarini Instagramdagi highlightlarimda ko'rsangiz bo'ladi. Va bir narsani aytib o'tmoqchiman. Kurs 2 yildan beri birinchi marta dekabrda ochildi va ikkinchi marta hozir ochilyapti. Imенно hozir NFT va kripto dunyosiga kirish uchun juda ham yaxshi vaziyat, do'stlar. Bunday vaziyat 4 yilda bir marta bo'ladi. Sababi hozir bozorning o'sish davri. Va bu videoda do'stlar 0 dan $10,000 ga chiqish sxemasini sizlar bilan to'liq bo'lishaman. $10,000 ga chiqish uchun 5 ta qadam yetarli. Birinchisi NFT va kriptoda baza, ikkinchisi kerakli platformalar, keyingisi fundamental analiz, keyingisi texnik analiz va strategiya tanlash. Bu video oxirida bular natijasida sizda 3 oy uchun harakat rejasi bo'ladi va qadamma-qadam nima qilishni bilib olasiz. Qanday boshlash, nima qilish, qaysi platformalarda ishlash, qanday analiz qilish, qanday daromad qilish va qanday qilib pul yo'qotmaslik. Video oxirida men sizlarga hamma aytganlarimni yo'qotib qo'ymasligingiz uchun boshlang'ich darslar yozilgan saytga dostуп beraman. Kelar haqiqatdan boshlaymiz. Biznes boshlagan yoki onlayn daromad qilmoqchi bo'lgan 95% odamlar sinadi. Ancha vaqtini, asabini ketkazadi va daromad qila olmaydi. Bu ham yaxshi holatda. Yomon holatda esa biznesga va o'rganishlarga sarflagan kredit va qarzlar bilan qolib ketadi. Sababi juda oddiy. Odamlar o'ziga, ya'ni endi boshlayotganlarga to'g'ri kelmaydigan yo'lni tanlaydi. Mana hozir nima modada? Uzun marketda magazin ochish, tovarni Xitoydan $1,000 ga olib, uzun marketda $2,000 ga sotish va $1,000 foyda qoladi. Ideal biznesdek ko'rinadi, lekin boshlash uchun $1,000 kerak. Ikkinchidan reklama. Siz ko'chaga chiqib qo'rmoqol sotib yurmaysiz-ku. Uchinchidan tovarlar sotilmay qolishi. Hamma tovar birdan sotilmaydi. Ba'zi razmalar qolib ketishi mumkin. To'rtinchidan dastlabki xarajati va vaqtida kelmasligi. Ha, siz hamma ishni to'g'ri qilsangiz ham $1,000 dan $400 foyda qilasiz va bu 2-3 oyga cho'zilib ketadi. Boshqa restoran biznesini olasizmi yoki milliy biznesnimi? Agar haqiqatdan statistikaga qaraydigan bo'lsak, 95% bizneslar 1 yilga bormay yopilib ketadi. Va hozirda yangi ochilayotgan onlayn bizneslar ham.
Chunki u bizneslar ko'p narsalarga bog'liq, odamlarga bog'liq, baxtga bog'liq, kechqurun qilib bo'lmaydi. Ko'pchilikni fikri har xil. Siz har bir odamni ko'ngliga yo'l topa olmaysiz baribir va shunga o'xshash juda ko'p omillar bor. Lekin NFT va kriptoda bunday muammolar yo'q. Hozirgi kunda eng yaxshi yo'l NFT va kripto. Sababi o'rganish oson, daromad hech kimga bog'liq emas. Ish onlayn. Hammaga to'g'ri keladi. Boshlang'ich mablag'i yo'q odamga ham, katta mablag'i bor odamga ham. Daromad qilish hech kimga bog'liq emas deganim, siz birovga qarab daromad qilmaysiz, birovni kutib o'tirmaysiz, birovni ko'ngliga qaramaysiz, birov pul olib berishini kutmaysiz yoki mana shunday omillar. Ish onlayn, dunyoni xohlagan joydan turib ishlayverasiz. O'rganish juda oson, agar sizda metodika bo'lsa. Boshlanishga pulingiz bo'lsa ham, pulingiz bo'lmasa ham har bir odamga to'g'ri keladigan strategiya bor. Boshlashda puli yo'q odamlar airdroplar, whitelistlar orqali yaxshigina daromad qilsa bo'ladi va o'sha daromadidan kripto va NFTga yana investitsiya qilib, pulini 2 barobar ko'paytirsa bo'ladi. Puli borlar esa shunchaki biror nimani sotib olib qo'yib, NFT yoki kriptoni uning o'sishini kutib va daromadga chiqqandan keyin sotib yuborib daromad qilsa bo'ladi va buni o'zingizning ikkinchi yoki uchinchi ishingiz sifatida ham qilsangiz bo'ladi. Men o'zim kripto va NFTni boshlaganimdan keyin o'zim $100,000 daromad qilganimdan keyingina Instagram ochganman va boshqalarga o'rgatishni boshlaganman. Chunki men NFT va kripto daromad qilib yurgan paytim SNGda umuman bu sohalarda daromad qiladigan odamlar juda kam edi va NFTda hech kim yo'q edi. SNGga NFTni birinchilardan bo'lib men olib kirganman va Toshkentdagi ba'zi o'quv markazlari bilan hamkorlik qilib ko'pgina o'quvchilarga o'rgatganman. Endi NFT va kripto bazasi haqida gaplashamiz. Kripto o'zi nima? Kriptovalyuta so'z tilida virtual pul, 16 ta harflar bilan shifrlangan blokcheyn kriptoning mashhurligi va kerakligi sababi ham shunda. Uni hech kim vizlom qila olmaydi, sizdan olib qo'ya olmaydi. Kripto bu virtual pul va Bitcoin yoki boshqa altcoinlar ham virtual pul sifatida hisoblanadi. Ko'pchilik juda ko'p davlatlarni va katta korporatsiyalarni fikriga va statistikaga qaraydigan bo'lsangiz, kripto kelajak puli bo'lishi aniqroq. Sababi kriptoni kimdan kimga o'tkazayotganini, qancha pul o'tganini hech kim misol uchun sizni ko'ra olmaydi va siz qilayotgan tranzaksiyani siz xohlagan joyingizga, xohlagan paytingiz qilsangiz bo'ladi. Misol uchun bankka borib, naqd pulni borib qilmoqchi bo'lsangiz, sizdan qanchadir pul so'raydi, qanchadir komissiya oladi va qanchadir vaqtlardan so'ng sizni qilgan tranzaksiyangiz, jo'natgan pulingiz yetib boradi va buning uchun ham sizga hujjat kerak. Pulni qayerdan olganingizni tasdiqlashingiz kerak. Kriptoda bunday bosh og'riqlar yo'q. Va kriptoning juda o'sib kelayotganining sababi va o'sishining sababi do'stlar, kripto bu innovatsion texnologiya hisoblanadi. 1990-yillarda .com, internet qanday bo'lgan bo'lsa va o'sha payt odamlar .com va internetga katta daromadlar qilgan, katta kompaniyalar ochgan, katta kompaniyalar korporatsiyaga aylangan bo'lsa, hozirgi kriptoni shansi statistika bo'yicha 10 barobar ko'p. Va NFT nima? Sodda tilda aytganda, virtual nusxalab bo'lmaydigan rasm, misol uchun Mona Lisa faqat virtual varianti. Bu ham 16 ta harflar va sonlar bilan shifrlangan blokcheynda bo'ladi va hech kim o'g'irlab keta olmaydi. Mona Lisani misol qilib olamiz va yoki Leonardo da Vincining boshqa qimmatbaho va dunyoda yagona rasmlarini misol qilib olsangiz bo'ladi. Mona Lisani yoki boshqa rasmlarni, qimmatbaho rasmlarni kopiya qilsa bo'ladi. Lekin NFTni qilib bo'lmaydi. Biror bir qimmat kolleksiyada siz NFT sotib olsangiz, hech kim u kolleksiyani, misol uchun sizning NFTingizni kopiya qilib olib yoki nimadir qilib sizni o'rningizdan sotib yubora olmaydi. NFTning juda katta plyus taraflari shu. Falsifika qilish mumkin emas. Hozirgi kunda juda katta davlatlar va korporatsiyalar NFTga juda katta qiziqish bildirilgan. Sababi NFT orqali pasport qilish va qandaydir dokumentlar qilishni rejalashtirilyapti. Misol uchun har bitta odamni pasporti bo'lmaydi, chunki pasportni soxtalashtirsa bo'ladi va qaysi davlatga kirsa bo'ladi. NFTni soxtalashtirib bo'lmaydi. Davlatlar buning ustida ishlayapti va ularga, katta korporatsiyalarga NFT ekspertlari juda kerak. Va eng katta plyusi NFTdan hozir daromad qilish juda ham yaxshi. Oldin chizishda, san'at asarlari yoki muzeylar qanchalik katta va qanchalik odamlarga misol uchun biror bir rasmni sotib olib qo'yib, keyin uni qimmatroqqa sotib qanchalik daromad bergan bo'lsa, hozir uning hammasi NFT ga o'tgan. Va tasavvur qiling, qanday katta daromadlar bor u yerda. Kursda siz bu bo'limlarni juda tez olasiz. Hamma analiz turlari bo'yicha signallar orqali
praktika qilib tezroq daromadga chiqasiz. Kursda har bir dars to'liq ipidan ignasigacha qilib ko'rsatilgan va hech qanday xatoga yo'l qo'ymaysiz. Asosiysi doim yoningizda yordam beradigan kurator bo'ladi. Kuratorlar kursni bitirib daromad qilayotgan o'quvchilardan olingan. Ular sizga 24/7 har doim yordam beradi. Ikkinchi qadam kerakli platformalar. Binance, BingX, OpenSea, MetaMask, Phantom Wallet, X, Twitter va Discord. Bu hamma programmani do'stlar telefoningiz bo'lsa skachat qilib oling va kompyuteringizga ham olishingiz kerak va buni qanday qilishni hozir ko'rsataman. Birinchisi Binance, aytganimdek telefoningizga buni prilojeniyasini olsangiz bo'ladi va saytdan ham kirib ishlatsangiz bo'ladi. Mana bu yerga kirib login qilish orqali. BingX ham xuddi shunaqa. U yerda ham kripto sotib olib, spotda va futuresda ishlasangiz bo'ladi. OpenSea do'stlar, OpenSea ham telefonda App Store yoki Play Marketda bor va saytidan ham ishlatsangiz bo'ladi. Bu NFTlarni oldi sotdi qiladigan sayt. Misol uchun ko'rsataman, mana bu kolleksiyani tanlaymiz va NFT sotib olish uchun mana shunga bosasiz va kirib mana bu yerdan buy now'ni bosib NFTni olsangiz bo'ladi. Men sizga hozir olib ko'rsataman, lekin olish primerini shunaqa bo'ladi. Sotish ham juda oson. O'zingizning profilingizga kirasiz mana bu yerga. Qaysi NFTni sotmoqchi bo'lsangiz, o'zi mana bu yerda ko'rib turadi sizning NFTlaringiz. Kirib list for sale qilasiz va o'zi bu kimga sotib bo'lsa avtomatik sotilib ketadi. Bu OpenSea'ni ishlatish uchun sizga MetaMask kerak bo'ladi. MetaMaskni ochish uchun esa do'stlar, telefoningizga skachat qilib olsangiz bo'ladi, App Store yoki Play Marketdan yoki o'zingizning brauzeringizga uстановка qilsangiz ham bo'ladi. Bu Chrome bo'ladimi, boshqa bo'ladimi qizig'i yo'q, hamma brauzerlarga bor. Mana bu yerda boshqa knopka bo'ladi. Men skachat qilib olganim uchun u hozir yo'q. Shuni bosib, o'zingizning mana bu extensionga uстановка qilib olasiz. MetaMaskni ishlatish juda oson do'stlar. Kirib, mana bu yerdan kriptangiz bo'lsa jo'natib yoki qabul qilib olib ishlatsangiz bo'ladi. Keyingisi esa Phantom do'stlar. Phantomni ham ishlatish juda oson. Uni ham telefoningizga olsangiz bo'ladi, App Store yoki Play Marketdan va kompyuteringiz brauzeriga ham extensionga uстановка qilsangiz bo'ladi va uni ishlatish qulay. Va Phantomda men xavfsizlik sababiga ko'ra kripto saqlamayman. Phantom va MetaMaskda oxirgi marta 2-3 kun oldin memcoinlarini olib sotib yuborgandim va uni mana bu yerda qilsangiz bo'ladi. Qaysi memcoin olmoqchi bo'lsangiz mana bu yerga kontraktni yozasiz va memcoin sirasi chiqadi va salonga sotib olasiz. Twitter do'stlar, Twitterni ham x.com saytiga kirib, kompyuter orqali kirsangiz bo'ladi. Telefon orqali ham x deb yozsangiz Play Market Google'ga sirasi olasiz. Uni ham ishlatish juda oson. Birinchi akkaunt ochasiz, u muammo emas, email orqali yoki telefon nomeri orqali, keyin uni ishlatasiz va qanday ishlatishni ham hozir tushuntiraman. Va keyingisi Discord do'stlar. Discordni ham kompyuterga va telefonga uстановка qilsa bo'ladi. Va birinchi o'rinda o'zingizga profil ochib olishingiz kerak. Profilingizga rasm qo'yib, o'zingiz haqingizda ozroq ma'lumot yozishingiz kerak. Do'stlar, Discord NFTda noldan daromad qilish uchun eng kerakli narsa hisoblanadi. Sababi siz Discordda NFTdan whitelist olsangiz bo'ladi. Whitelist nima u? Whitelist biror bir kolleksiyaga, NFT kolleksiyasiga oldindan NFT sotib olish uchun, ya'ni NFT birinchi bozorga chiqmasdan oldin proyektni o'zidan sotib olish uchun chipta. Va bu chiptani siz faqatgina Discorddan olasiz. Misol uchun mana bu proyektni olamiz, Substance Exchange bu bitta birja va bu birja tokenlarni airdrop qilib beradi. Airdrop olish uchun ham Discord kerak. Misol uchun mana shu proyektdan whitelist olish yoki airdrop olish uchun siz ikkalasini ham primerni qiladigan ishlari bir xil. Siz mana shu proyektda aktiv bo'lishingiz kerak. Misol uchun chatida yoki feedback berishda yoki support qilishda yoki boshqa narsalarda. Mana bu announcementlarda har bitta shu proyektda nima bo'layotgan, yangilik bo'layotganini bildirib turadi. Bu Twitterdan ham muhimroq hisoblanadi. Sababi siz mana shu proyektdan yoki boshqa proyektlardan whitelist olib yaxshi narxlarga sotsangiz bo'ladi. Misol uchun Telegramda mana bunaqa gruppalar bor, Crypto Tower'ning otasi. Va bu bozorda siz whitelistlarni olib sotish bilan shug'ullansangiz bo'ladi. Ne только whitelistlarni, bu yerda ko'pgina narsalar bor, no whitelist uchun to'g'ri keladi. Misol uchun mana bu yerda VTB deb yozilgani whitelist sotib olaman degani va mana bu proyektni whitelistini $250 sotib olar ekan va minimum 3 ta olaman deyapti. Bu уже $750 degani. Agar siz mana shu proyektga kirib bundan misol uchun 10 ta whitelist olsangiz, whitelist olish agar bilib olganingizdan so'ng, o'rganganingizdan so'ng whitelist olish uncha qiyin emas. 10 ta whitelist olsangiz
2,5 ming dollarga sotasiz. 10 ta whitelistni men sizga aytaman, uzog'i 2 hafta vaqt ketadi olish uchun Discorddan. Va uni whitelistni qanday olishni, qanday qilib tez olishni va qaysi proyektlardan qanday qilib olishni ham do'stlar kursda alohida formatda o'rgatamiz. Kimda pul bo'lmasa, mana shunaqa whitelist, airdroplardan umuman pul sarflamasdan yaxshigina daromad qilsa bo'ladi. Va plyus ulardan pul ushlab olib, pulingizni NFT kriptoga tiqib, yana 2 barobar ko'proq ko'paytirsangiz bo'ladi. Whitelist imunda hozirgi kunda juda yaxshi daromad beryapti. Sababi whitelist olishni juda ko'pchilik bilmaydi. Imunda mana bu yerda ham ko'rishingiz mumkin. Roll, ya'ni shu aktiv bo'lganlarga mana shuncha tokenlarni beradi. Siz prosta biror bir proyektda aktiv bo'lib, qanday aktiv bo'lishni ham kursda aytamiz. Mana shunday tekin tokenlarni olsangiz bo'ladi. Do'stlar, whitelist va airdrop olish mutlaqo tekin. Notcoin'ga o'xshab. Notcoin'ni ko'pchilik o'ynagan, biladi. Prosta bosasiz, vaqtingizni ketkazasiz, ya'ni o'yinni test qilasiz. Va sizga Notcoin shunaqa yaxshi daromad bergan. Bu ham xuddi shunga o'xshash, struktura bir xil, faqatgina bu NFT va kriptoda va Discord platformasi orqali, Telegram emas. Kuniga do'stlar, whitelist olish uchun maksimum 1-2 soat vaqt ketadi. Va shu 1-2 soat vaqtingizni ketkazib, siz 2 haftada 5 tadan 10-15 tagacha whitelist ola olasiz. Agar ko'proq vaqtingizni ketkazsangiz, shunga yarasha ko'proq whitelist olasiz. Aytgancha, ikkinchi bozor bu OpenSea. Whitelistlarning narxi do'stlar 20-30 dollardan boshlanib 2,5 ming, 3 ming, 5 ming dollargacha ham boradi. Imenda men o'zimning misolimda Bored Appe'ning 3-kolleksiyasi chiqqanda men u proyektdan whitelist olganman va 2300 dollarga sotib olganman. Lekin 2-3 kundan keyin odamlar uni 3,5 ming dollarga ham sotgan. Lekin men o'sha payt afsuslanganman. Keyinroq sotmaganimga emas, prosta whitelistni sotib yuborganimga. Sababi men o'sha NFTni men o'zim whitelistdan mint qilib olib, ikkinchi bozorga sotganimda juda katta daromad qilar edim. Va mana shunday do'stlar, adashmaslikni, NFTni primerda chiqadigan narxini analiz qilishni ham kursda o'rgatamiz. Bir xil proyektlarda whitelistni olib sotib yuborganingiz yaxshi. Bir xil proyektlarda esa whitelistni olib qo'yib o'zingiz NFT sotib olsangiz whitelistdan va ikkinchi bozor sotsangiz o'zingizga ko'proq daromad olib keladi. Agar pulingiz bo'lmasa, whitelistni shunchaki ko'proq olib, uni sotganingiz yaxshi. Agar misol uchun ko'proq pulingiz bo'lsa, whitelistdan ba'zi NFTlarni o'zingiz sotib olib, ikkinchi bozor sotishingiz ham qulayroq bo'ladi. Va hammasini do'stlar analiz qilishni hozir aytgandek kursda o'rgataman. 3-qadam fundamental analiz. Yangiliklarga va insider xabarlarga ko'ra qilinadigan analiz asosan kripto bozoridagi kitlar yoki Twitter, Reddit yoki va boshqa yangilik platformalar orqali qilinadi. Misol uchun ko'rsataman do'stlar. Mana bu Donald Trampning o'g'li Erik Tramp 4-fevral kuni qo'ygan tweet. In my opinion, it's a great time to add Ethereum deb yozgan. Do'stlar, Twitterda o'zingizning fikrlaringizni shunchaki yozib qoldirsangiz bo'ladi va bu Twitterning yutug'i. Juda ko'pchilik Twitterda foydalanish osonligi uchun Twitterda mana shunday soобщениялар orqali foydalanadi. Даже Donald Trump o'zi, Elon Musk o'zi ham mana shunday tweetlarni o'zining qo'li bilan yozadi. U hech qanaqa account menejeri yoki kimdir yozmaydi, mana shu odamning o'zi yozadi. Va do'stlar, ko'ramiz fundamental analizni qanday qilishni. Ko'rishingiz mumkin 2025-yil 4-fevral 12:23 da yozgan Ethereum haqida. Ethereumni sotib olish uchun hozir juda yaxshi vaqt deb. Va ko'ramiz mana bu yerda chartdan do'stlar. Mana bu yerda 4-fevral kuni 12:30 da bergan payti Ethereum mana bu zonada bo'lgan 2700 da va srazi Twitterning yozishi bilan Ethereumning narxi o'sgan do'stlar. 2820 ga, 2830 gacha chiqqan. Va bu do'stlar yaxshigina daromad hisoblanadi 4 soatning ichida va imенно Ethereumning narxi mana shu tweetning hisobiga o'sdi. Va biz o'quvchilar bilan birga shu bitimdan ham daromad qilganmiz va bunday voqealar juda ko'p tez bo'ladi. Juda влиятельный, juda mashhur Elon Musk, Trump va Trumpning o'g'li shunaqa katta biznesmenlar, Michael Saylorga o'xshagan odamlar tweet qo'ysa, mana shunday narxlar o'zgarishi mumkin bo'ladi. Men fundamental analizni juda yaxshi ko'raman, texnikal analizni juda yaxshi ko'raman, chunki fundamental analiz imенно mana shu aytgan narsam 99% ishlaydi. Va men kursda o'quvchilarga mana shu ma'lumotlarni, ya'ni kimlarni kuzatishni, spiskasini beraman va o'sha odamlarni siz Twitterdan kuzatsangiz, ular qachondir qaysidir kriptovalyuta haqida yaxshi yoki yomon Twitter qo'ysa, o'sha orqali daromad qilsangiz bo'ladi. Ya'ni yaxshi Twitter qo'ysa,
sira sotib olasiz aytgan payti va narx poligon o'sadi. Agar yomon tweet qo'ysa, narx sirazu tushadi. Shuning hisobiga fundamental analiz orqali juda yaxshi daromad qilsangiz bo'ladi. U odamlarning spiskasini men faqat kursdagi o'quvchilarga beraman va o'quvchilar hozirgi o'quvchilar olgan, bundan yaxshigina daromad qilishyapti. Do'stlar, NFTda ham xuddi shunaqa biror bir kolleksiyani, biror bir mashhur odam yoki proyektni o'zini Twitterida biror bir yangilik bo'lsa, yoki biror bir mashhur odam o kolleksiya haqida gapirsa Twitterda, sirazu o'sha NFTning narxi o'sadi. Bu ham 99% o'xshaydi. Fundamental analiz deyarli barcha holatlarda o'xshaydi. Va NFT sohasida ham kimlarni kuzatishni, kimlarning gaplari NFTning narxiga ta'sir qilishini va ularning spiskasini ham do'stlar men NFTdagi o'quvchilarga beraman va ular olib hozirgi o'quvchilarda yaxshigina daromad qilishadi. Va fundamental analiz asosan mana shundan iborat do'stlar. 100% o'xshaydigan fundamental analiz turlari ham bor. Bu insider ma'lumotlarga asoslangan analiz. U ko'pincha kripto bilan anchadan beri ishlayotgan va kriptoda juda ko'p tanishlari bor odamlarga bo'ladi. Ya'ni menga Trumpni o'zim sotib olayotganimda va o'quvchilarga signal tariqasida berganimda hali Twitterda tweet yo'q edi va insider ma'lumot orqali men bu tokenni topib o'zimizning o'quvchilarga signal qilib berganman va undan biz 70x, ya'ni 7000% daromad qildik. Keyingisi texnik analiz. Texnik analizda do'stlar biz faqatgina chartga qarab analiz qilamiz. Afsuski texnik analiz NFTda ishlamaydi, faqatgina kriptoda ishlaydi. Sizga hozir uzoq muddatga ishlaydigan, deyarli har doim ishlaydigan bir analizni ko'rsataman va o'rgataman. Bu analiz hozirgi kungacha umuman o'xshamasdan qolmagan, har bitta analiz qilib mana shu vaziyatga kelgan payti har doim o'xshagan. Va bu strategiyani men tushganda olish deb nomlayman. Sababi, любой bir kriptovalyutani chartida 4 soatlik time frame'ni ochasiz va uzoqdan qaraysiz. Agar o'sha 4 soatlik time frame'da mana bunday liniyani ko'rsangiz, ya'ni to есть kriptovalyuta, misol uchun Ethereum 2100 da mana shu yerda har misol uchun oldingi 1 yil, 2 yil ichida tegib qaytgan bo'lsa, misol uchun mana oxirgi 1 yil ichida yanvardan beri 1, 2, 3 4 marta o'xshagan bu strategiya va men mana bu yerda o'zim ishlatganman va mana bu yerda sotib yuborganman. O'zim yaxshigina daromad qilganman bu strategiyadan, faqatgina 1 marta. Keyingisida esa mana bu yerda qildim 2 marta. Mana bu yerga narx tushganda men limit order qo'yib sotib olganman va mana bu yerga chiqqanda sotdim, chunki men yana tushadi deb o'ylayman. Do'stlar, bu strategiya deyarli har doim ishlaydi. Agar kriptovalyuta bozori umuman qulab, kripto bo'ldi, ishlamaydi, yopildi degan xabar bo'lmasa, bu strategiya juda ko'p momentlarda ishlagan va ishlaydi. Men bu strategiyani 4 yil analiz qilib, 32 martadan 31 martasida o'xshagan va 1 martada o'xshamagan. Bu juda ham yaxshi statistika hisoblanadi. Primerno tushundingiz texnik analizni qandayligini va qanday qilishni. Bu analiz do'stlar uzoq muddatga asoslangan va juda yaxshi ishlaydigan analiz. Buni siz o'zingizda ham qo'llasangiz bo'ladi. Yana har xil analiz turlari bor. O'rta muddatga, qisqa muddatga, scalping, kunlik, soatlik, daqiqalik va bular hammasi haqida men kursdagi o'quvchilarga o'rgataman va har bir strategiyani ularga beraman. Va men ishlatayotganman va men berayotgan strategiyalar juda ko'p marta o'xshaydi, deyarli har bir martada o'xshaydi. Faqatgina sizdan so'raladigan narsa o'sha imенно strategiyaga amal qilib shoshilmasdan ishlash. 5-qadam do'stlar, strategiya tanlash. O'zingizga 3 ta strategiya qilib oling, qisqa muddatga, o'rta muddatga, uzoq muddatga. Ya'ni minimum 3 ta strategiya qilib oling va hammasida 80 ga 20 ga amal qilib ishlash kerak. Aytganimdek, kursda o'rta muddatga ham, qisqa muddatga ham, uzoq muddatga ham strategiya beraman. Va faqat bularga emas, minimum 5 ta 6 ta strategiya beraman. Ya'ni kunlik, 5 minutlik, 10 minutliklar qanday analiz qilish va uni qanday daromad qilish haqida. Hammasida 80 ga 20 strategiyasi bu spotda biror bir kriptovalyutani sotib olib qo'ysangiz va uning narxi juda ham o'sib ketsa, siz foydani 80% ni olasiz va 20% ni qoldirasiz. Mana shu strategiyaga har doim amal qilish kerak. Sababi, agar siz biror bir potensial tokenni sotib olsangiz va yaxshi narxga chiqqan paytda sotmoqchi bo'lsangiz, 80% ni sotasiz va 20% ni qoldirasiz. 20% qolgan tarzda agar u kriptovalyuta
yana bir ma'lum sabablarga ko'ra uchib narxi o'sib ketsa, buning hisobiga ham yana daromad qilasiz, ya'ni 20% qolgan protsentingiz ishlab u daromad beradi. Va agar siz misol uchun kreditlar narxi o'sib ketib, o'sha payt 80% olib 20% qoldirsangiz, agar kreditning narxi o'shandan keyin sira tushib ketsa, siz o'sha glavniy foydani olib oldingiz, 20%ingiz sizga hech qanaqa minusga kirmaydi. Umuman olganda bu juda oddiy ko'rinadi, lekin juda ham yaxshi strategiya va bunga o'xshagan juda ko'p strategiyalari bor. Kursda siz bu bilimlarni juda tez olasiz, hamma analiz turlari bo'yicha signallar orqali praktika qilib tezroq daromadga chiqasiz. Kursda har bir dars to'liq ipidan ignasigacha qilib ko'rsatilgan va hech qanday xatoga yo'l qo'ymaysiz. Asosiysi har doim yoningizda yordam beradigan kurator bo'ladi. Kuratorlar kursni bitirib o'zlari hozirda ishlayotgan va daromad qilayotgan o'quvchilar orasidan tanlab olinadi. Ya'ni sizga 24 ga 7 javob beradigan, har xil vaziyatlarda yordam beradigan. Tabriklayman, siz bu videoni oxirigacha ko'rdingiz. Boshlang'ich dars sayti mana bu sayt ssfcrypto.substack.com saytiga kirib emailingizni kiriting va darslarni oling. Agar siz bu videoni 15 fevralgacha ko'rayotgan bo'lsangiz, kursni olishga shoshiling, sababi kursga naborni 2 yildan beri birinchi marta ochdim va bu ikkinchisi bo'ladi. Imrna hozir NFTda kriptoda daromad qilishni eng yaxshi payti, sababi hozir bullrun 4 yilda bir marta keladi va bunday vaziyatni o'tkazib yuborishni tavsiya qilmayman. Kursni 10 fevral kuni Toshkent vaqti bilan soat 8 da vebinarda ochaman va vebinarga kirganlar uchun bonuslar bor va bu bonuslardan biri kursga eng yaxshi narxni vebinarga kirganlar oladi. Vebinarga esa ssilkani Telegram va Instagramda beraman. 10 fevral kuni vebinarda ham juda foydali ma'lumotlarni beraman. Bu naborga men faqatgina 20 ta odam olaman. Sababi ko'p odam olsam sifat tushib ketadi. Men va komanda 100 ta odam olib pul qilgandan ko'ra va reputatsiyani yomon qilgandan ko'ra 20 ta odam olib sifatli o'quvchilar chiqarganimiz yaxshi. Va bu o'quvchilarni o'zimizning komandamizga olganimiz bizga foydaliroq. Ha do'stlar, eng yaxshi o'quvchilarni biz o'zimizning komandamizga olamiz va bizlar bilan ishlashni davom ettiradi. Faqatgina eng yaxshi natija ko'rsatgan o'quvchilarni.